qilishimizdan maqsad kuchlarni birlashtirish. Mana shu o'zbek xalqiga, millatiga odatlarni, odoblarni yangidan olib kirish, ulardan fikr almashish, ochiq muloqot qilish. Asosiy maqsad aholi orasida piyoda o'tish joyidan qo'lni ko'tarib o'tish, madaniyatni targ'ib qilish hamda haydovchi va piyoda o'rtasida sodir etiladigan yo'l transport hodisalarini oldini olish. O'rtoqlar to'g'risini aytaman, bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarimiz oshib ketyapti. Hech qanaqangi pullik manfaat yo'q bunda. Manfaat faqat xalqning bolasi yo'lda sog' bo'lsin, o'lmasin. Ba'zi peshobodlarda o'taman, kamera bo'lmaydigan bo'lsa, umuman deyarli to'xtamaydi. Yo'lovchi loyihasi bizaniki emas. Shu narsani biladi. Yo'lovchi loyiha hammamizniki bo'lsa qilamiz. Shu tartib xalq kirib bo'lsa bo'ldi. Qo'lingni ko'tarib o'tgan degan taklif bilan o'rgatishni boshlaydi menimcha. Shu taklifingiz zo'r aka. Gap yo'q. Men o'ylayman, bu yerda masala qo'lni ko'tarishda emas, yo'ldan o'tayotganda xayol yo'ldan o'tishda bo'lishi kerak. Umumiy piyoda ishtirokidagi avariyaning 20%ga, o'lim bilan bog'liq 50% ga kamaytirish mumkin. Bitta odam o'zini, ya'ni obunachilari uchun 4 oy, 5 oy davomida olib borsa, shu anaqasi o'sha 5 million odamga yetib boradi.